Andijonlik erkak garovda yutqazib, oilasi bilan uysiz qoldi. 90 ga qarab ketayotgan buvijonim, oy kuni yetib qolgan qizimiz, mana kelinimiz. Bularga ham qaramasdan hamma yo'lni qoplab olib chiqishyapti. Hozir yana sizlarga olib keldim. Turtinglar, ko'zimizda yotsa. Ayol kishi haqim bo'lish kerak. Indamayapti deb shungacha keldim men. Kelib endi nasibni ham yig'sib, gapini ham eshitaman. Buloqbosh tumanida yashovchi fuqaro garov o'yinda yutqazib, moliyaviy qarzga botgani oqibatida o'z uyini sotishga majbur bo'lgan. Sud qaroriga muvofiq erkak va uning oilasi oktabr oyining boshida uydan chiqarilgan. Byuroning aniqlik kiritishicha, qarzdor avvalroq pul tikish saytlarida katta miqdorda mablag' yo'qotgan va o'z mulkini qarzini to'lash maqsadida sotgan. Shunga qaramay, u 11 oy davomida uyda yashashni davom ettirgan va mulkni bo'shatish to'g'risidagi sud qarorini bajarmagan. Yil boshida qabul qilingan qaror yakuniy tarzda faqat oktabr oyida ijro etilgan. Natijada 9 kishilik oila, 7 nafar voyaga yetmagan farzand va homilador ayol ham bo'lgan oila uydan chiqarilgan. Hozirda voqea yuzasidan tegishli organlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.